Mana qizlarjonlar bichib qo'ygan narsalarimni sekin-asta tikishni boshladim. 4 ta bolaga, 3 o'g'lim va 1 jiyanimga, 3 tasini dvoyka qilib, bittasini esa kombinezonchik qilib tikdim kichkintoyimizga. Materialimiz duh tkani bo'lib, ichlari mex va usti trikotajni yumshoq material. Kiyganda ham juda ham qulay va yoqimli, yumshoqqina. Kattalar ham o'ziga jiletka tikib olishi mumkin yoki hovlida kiyishga qanaqadir vetrovka tikib olishi mumkin. Kichkintoy o'g'limni kombinezonchik bo'lgani uchun uni zamok qismini, o'rta qismidan va oyog'igacha kesib tushirdim. Kiyganlarida qisilib qolmasligi uchun va qulay bo'lishi. O'rtasiga zamok tikish uchun men albatta 2 qavatli qilib flizering qilib yopishtirib olaman. Chunki zamoklar tikilganda har qayoqqa baland bo'lib ketmaydi, to'g'ri tekis bo'lib tushib turadi. Bolajonlarimizni pijamalarning ichidan albatta oq vodolazka tikdim. Qaymoqrang rebanadan oldiga ayiqchalarni qo'yib 4 ta bolaga tikib oldim. Katta o'g'limga esa ayiqcha tikmadim, chunki u katta bola. Mana jiyancham yangi yil ertasiga mehmon bo'lib keldi buvijonisi bilan. Uni ham darrov kiyimlarini almashtirib oldim, chunki bolajonlarning ustilarida qip-qizil bo'lib bir xil kiyinib yurishlari uchun va men harakat qildim. Bayramona qip-qizil kiyimlarini kiyib yurishlari uchun. Bu material juda ham qalindirsiz, lekin meni uylarim o'zi salqin turadi. Shuning uchun qalin va mexligidan tanlagandim. Mana bu yoqdan bolalar o'ynashga tushib ketishdi. Kichkintoyim esa hali ham qovog'ini solib o'tiradi. Hali kichkina bo'lgani uchun akalariga qo'shilib o'ynamaydi. Mana bolalar juda ham maza qilishdi. Videom sizga yoqqan bo'lsa, like va podpiska tashlab qo'ying. Men bilan aslo zerikmaysiz. Kim xafa qildi? Qarman jiyan. akan support.